Assalomu alaykum kanalim obunachilar. Bugungi yangi xabarlar. Botir Qodirov kutilmagan katta yangilik e'lon qildi. Xonanda Botir Qodirov otasi Sherali Jo'rayevning qo'shiqlaridan iborat konsert dasturi taqdim etdi. Ushbu dastur 21 mart kuni soat 8 da Zo'r TV kanalida efirga uzatilgan. Undan bir nechta remix qo'shiqlar o'rin olgan. Ko'plab muxlislar bu aprel oyida bo'ladigan konsertning debochasi ekanini yozmoqda, ammo bu haqda rasmiy ma'lumot berilmagan. Zo'r TV'da premyera. Navro'z bayramiga Botir Qodirovdan eksklyuziv yangi konsert dasturi. 21 mart kuni 20:00 da. İçine pinhan uzbegin gülbeden gülbeden Fakat Zo'r TV'da eslab bag'rim yig'layman Zo'rlari faqat bizda. Boring bo'lay yo'ling bo'lay yoningdagi yoring o'tkazib yubormang. Botir Qodirov tadbirkorlik faoliyati bilan qizg'in shug'ullanmoqda. U hamkorlik bilan